As- Attestatsiyada tushgan savollarga yechim qilishda davom etamiz. 55-savolga yetib kelgan edik. Silindr berilyapti bizda. Uning hajmi va teng. Silindrning o'q kesimining diagonallari orasidagi burchak, mana bu burchak 2 alfa ekan. Bu burchak 2 alfa bo'lsa, bilamizki, o'q kesimimiz to'g'ri burchak bo'ladi. Mayli. Ikkita radius, mayli h. Burchaklardan ketadigan bo'lsak, mana bu hammasi teng bo'ladi bular. Teng yonli 3 burchak bo'lgani uchun bu burchak ham alfa, bu burchak ham alfa teng bo'ladi. 2 alfaning yarmi bo'ladi. Endi katta 3 burchak, to'g'ri burchak 3 burchak. Tanginasi alfamiz teng bo'layapti. Bizda 2 r taqsim h bo'ladi. R taqsim h. V barobar pi r kvadrat h. Endi v barobar pi r kvadrat h topadigan bo'lsa nima bo'ladi? 2r taqsim tanginasi alfa bo'ladi. Yuqorida aytdan h topadigan bo'lsa 2r taqsim tanginasi alfa. Hisoblasak, v ko'paygan tanginasi alfa taqsim 2pi teng bo'ladi r kub. Demak, r emas kubinchi ilzosida v tanginasi alfa taqsim 2pi. A javobga to'g'ri keladi. Keyingi savolga o'tamiz. 56-savol. Sinfda 5 ta o'quvchi tez yuguradi. 4 ta o'quvchi uzunlikka yaxshi sakraydi. 3 ta o'quvchi balandlikka yaxshi sakraydi. Har bir sport turi bo'yicha ikkitadan jami 6 ta o'quvchini necha xil usulda tanlash mumkin? Demak, har biriga ikkitadan. Demak, s 5 u 2. 5 tadan 2 ta olamiz. 4 tadan 2 ta olamiz. 3 tadan 2 ta olamiz. Har biridan 2 tadan olamiz. Hisoblasak, 5 kere 4 taqsim 2, 4 kere 3 taqsim 2, 2 kere 3 taqsim 2. Hisoblaymiz. 10, 6, 3, 180 ta. Bizda demak qaytaryapmiz. Demak, 3 ta sport turi bor. Har biridan 2 tadan odam olishimiz kerak. Savol. Asosiy tomonlari 3 va 7 ga teng bo'lgan muntazam uchburchaklik kesik piramidaga shar ichki chizilgan. Kesik piramidaning yon sirt yuzini topish kerak. S yon o'zi perimetr asos 1, perimetr asos 2 taqsim 2 ko'paygan apofem bo'ladi. Endi perimetr 3 ta a qo'shuv 3 ta b ga teng. Agar shar ichki chizilsa, bizda apofemamiz ikkala asosga ichki chizilgan aylana radiuslarning yig'indisiga teng. Apofema R1 qo'shuv R2 ga teng bo'ladi. Endi muntazam uchburchakda nima bo'ladi buni? R1imiz a taqsim 2/3, R2imiz b taqsim 2/3. Hisoblasak, 3 ta a qo'shuv b ning kvadrati taqsim 4/3. Endi a bilan b yig'indisi 100, 104 ga qisqartirsak 25, 75 taqsim 1/3. D javob. To'g'ri burchakli parallelepipedning hajmi berilgan. Bilamizki, hajm eni bo'yi balandligini ko'paytmasga teng. Eni bo'yi balandligini ko'paytiramiz. Mayli x deb olsak, 8 ko'paytir 6 ko'paygan x'imiz hajmni beradi. To'rtga teng. Savol quyidagicha. Bo'yalgan kesim yuzini toping. Mana ustozlar 8 bilan 10 da nima chiqadi? 10 chiqadi.
Pifagor teoremasida. Bu uchburchak to'g'ri uchburchak bo'ladi bizda. Har doim S'imiz 10 kara 4,5. Javob 20. Pifagor teoremasidan 10 ni topdik, keyin uchburchak yuziga qo'ydik. F hosila 3 so'rayapti. Shunday hosila olamiz. Bo'ldi, hosila olamiz mana. Murakkab funksiyani hosilasiga qo'yamiz. Qavsni ichidan ham hosila olamiz. Qavsni ichi 2x qo'shuv 1 dan hosila olsak 2 bo'ladi. Mana shu yerga hushyor bo'lamiz. Endi x larning o'rniga 1 qo'yamiz. Savol moslashgan mana. X dan o'rniga 1 qo'ysak 2 ta f'3 f'3 ten x dan o'rniga 1 qo'ysak -3. -1 chiqdi. Javob -1. Y shtriximiz dy taqsim dx ga teng. Differensial tenglama bo'lib qoldi. O'rniga qo'yamiz. Y'lar bir tomonga, x'lar bir tomonga o'tamiz. X'lar bir tomonga, y'lar bir tomonga. Integrallaymiz. 1 taqsim x dan olsak ln x bo'ladi. Qo'shuv s. Bu tomondan olsak ilzosda y kvadrat qo'shuv 1 bo'ladi. Mana uni boshlang'ichi y kvadrat qo'shuv 1 ga teng. Sababi mana y kvadrat qo'shuv 1 dan hoslab ko'ringlar. 1 taqsim 2 ta y kvadrat qo'shuv 1 2y. Mana tiklanadi. Xo'sh, endi bunidan boshlang'ich olishda, mana bundan boshlang'ich olishda nima qilish kerak desa, men oldin ishlaganim uchun tezda olib qo'ydim. Xohlasalar ham belgilab integrallanadi yoki javobdan hosil olsalar ham bo'ldi. Mana bu variantda hoslab ko'rsak chiqadi. Yo integralni yaxshi biling yoki mana undan hosil olsak, mana bu tiklanadi. Boshlang'ich olishga qiynalib qolsalar, javoblardan hoslaylar. To'g'ri chiziqlar orasidagi o'tmas burchakni toping. Xo'p, bizga ma'lumki, y teng kx qo'shuv b dan k1imiz 5 ga teng, k2imiz 2 taqsim 3 ga teng. Bizda formula bor. Tangens phi teng yoki bir yo'la phi teng arctangens k1 minus k2 1 plus k1 k2. Mana shu to'g'ri chiziqlar orasidagi burchak formulasi. K1 minus k2. o'n taqsim 3 mi? Bu 1 chiqarkan. Arctangens 1 bizda nimaga teng? Phi 45 ga teng. Arctangens 1. Endi o'tkir burchagi shu. O'tmasi 135 bo'ladi. Bizda o'tmasini so'rayapti. 180 dan ayirib qo'yamiz.
Uchburchaklik to'g'ri prizmaning asoslari berilgan. Yon qirrasi berilgan. Olti, sakkiz, 10, 15. Asosning kichik balandligi va yon qirrasi asosning kichik balandligi. Mana bu deylik. Asos kichik balandligi. Kichik balandlik katta tomonga tushadi. Tushuntirish uchun qiyinroq chizaylik. Mana shu kesim yuzini so'rayapti. Bu bizda mayt 15, mana h bo'ladi bu. Endi to'g'ri uchburchakda h nimaga teng? Gipotenuza tushirgan balandlik, gipotenuzaga tushirgan balandlik katetlar ko'paytmasi bo'lingan gipotenuza bo'ladi. Endi S kesim yuzi, mana bu kesim yuzi 15 kara h ga teng. Kesimimiz to'g'ri to'rtburchak, to'g'ri to'rtburchak yuzini topdik. Keyingi savol ham murakkab funksiyalarning hosilasidan ekan. Hosila olamiz. Murakkab funksiya bo'lgani uchun ichkaridan ham hosila olinadi. Qavsni ichida mana tumala qilib qo'ydim. Hosilasi 2 bo'ladi. O'ng tomondan hosila olamiz. Bizga ham bu kerak. Murakkab funksiya. Qavs ichini tenglab yuboramiz. X 2 ga teng. f'5 x o'rniga 2 qo'yamiz. X o'rniga 2 qo'yamiz. Javob 5 ga teng. Xo'sh, keyingi savol quyidagicha. Mana yig'indini beryapti. Bu yig'indini biz qaranglar. Kubik bo'lgani uchun yozyapmiz. ax kub bx kvadrat plus cx qo'shuv d deymiz. Kubik bo'lgani uchun. Hosila olsak. Mana bitta qo'shib olsak. Ana. Endi mana bu yer bilan bu yerni ayniyat qilamiz. Ayniyat. Ayniyat qilsak a teng 1 bo'ladi. Ayniyatda a teng 1. B qo'shuv 3'amiz B qo'shuv 3'amiz teng 2, C qo'shuv 2b'miz 4, D qo'shuv C'miz 1. Ayniyatdan foydalandik mana. Bu yer bilan bu yerni ayniyat qilamiz. A 1 bo'lsa, B necha ekan? -1. C-chi? 6. D-chi? -5. Demak, fx teng x kub minus x kvadrat 6x ayru 5 ekan. Bizda f -1 ni so'rayapti. F
x minus 1. F x minus 1 desak, x'larning o'rniga x minus 1 qo'yamiz. Soddalashtirib qo'yamiz. Qavs ochishni bilsak bo'ldi. Unaqa muammoli narsa emas. D javob. Endi bunaqa qilib yechgan agar qiynalsalaring, javobdan foydalansaling ham bo'ladi. Javobdan foydalanib yechsaling bo'ladi. Masalan, javobdan foydalanadigan bo'lsak, f0 qo'shuv f hosili 0 teng 1 bo'ladi. Javobdan foydalanib yechishni o'rgatyapman. 0 qo'yib yuboramiz. Endi menga 1 qo'yib yuborsak, mana mo'larda mana. Misol uchun A varianti olasizlar. Bunaqa qilib ishlagan qiyin. Hosil olasizlar. Hop, hosil oldikmi? Endi f mana bu yerda 1 0 nimaga teng f0? 1 qo'yib yuborish kerak. 1 qo'yib yuborsak. Mana shu qatorga 1 qo'yib yuborsak. 1 ga teng. F hosili 0. Menga 1 qo'yib yuborish kerak. Qo'shsak 8 mi? Mana. Yo'q, to'g'ri kelmadi. Demak, ikkinchi usulimiz javob variantlaridan moslab yechish. Xohlasa shunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Bunda ham bir ikki minutda chiqadi. Ishlasa bo'ladi bemalol. Soat 12:40 da deyapti. Savol 12:40. o'n ikki qirq. Mana soat strelkasi, minus x strelkasi. Mana xo'sh, bu 8 da turibdi. Bu 12 bo'lsa, 12:40. 12. Bu jicha 1 ga suriladimi? Soat 12:40 da soat va minus strelkasi orasiga burchak. 12:40 da bu jicha surilib bo'ladi mana. Orasiga burchak deyapti. Mana bu burchakni so'rayapti. Topamiz, qaranglar. Bitta narsani bilib olinglar. Minus strelkasi oltmish minutda qancha buriladi? 360 gradus buriladi. 60 minutda bir marta aylanadi. 40 minutda x 240 gradus buriladi. Endi soat strelkasi biz burilishni topyapmiz. 12 soatda 160 gradus buriladi. Bu yerda bizda 12:40 demak 1 soatga ham borgan yo'q hali. 12:00 da harakat boshlasa 12:00 o'rtada bo'ladi. O'rtada bo'ladi. 40 minutda y buriladi. Xo'sh. Mana 12 soat. Bu degan 12 ko'paytiruv 60 minut o'tkazyapmiz. Ko'paytiruv y teng 360 kara 40. 20 gradus chiqadi. Bu 40 gradus burilgan, bu 20 gradus burilgan. Mana orasidagi burchak. Hop, alfa desak shu yerda, alfa teng bo'ladi 240
minus 20. 220. Orasiya burchi 220. Endi bu tomoni betta bo'lsa, betta. Betta ham orasiya burchak. 360 dan alfani ayirsak 140. Endi biz albatta javobda 140 deb beryapti. Bettani topdik. Nima qildik? 40 minutda minus strelkasi 240 buriladi. Soat strelkasi 20 buriladi. Keyin nima qildik? Alfani topish uchun 240 dan 20 ni ayirdik. Bettani topishimiz uchun 360 dan alfani ayirdik. Ketma-ket kelgan 3 ta to'qsonning yig'indisi berilgan. Xo'sh, bu oson savol. X deymiz. Keyingisi x qo'shuv 2 bo'ladi, keyingisi x qo'shuv 4 bo'ladi. Ketma-ket kelgan to'qsonlar 2 ga farq qiladi. Misol 17, 19, 21. 17, 19, 21 bo'lsa, misol uchun x qo'shuv 2, x qo'shuv 4 degan. C javob. Endi oson savol ekan. Berilgan sonni 17 ga bo'lgandagi qoldik. Bunday qilamiz, qaranglar. Darajani 4 ga bo'lsak. Bu savolda ishlash yo'llari ko'p. 16 ni 17 minus 1 qilamiz. Qaytaraman. 16 ni 17 minus 1 qildik. Endi mana bu 17 ga bo'linadi. Tashlab yuborsak, minus 1 ning 506 si qo'shuv 1. Bu bizda 1 qo'shuv 1 taqsim 17. 2 taqsim 17. Bo'ldi, demak qoldik 2 ga. Qaytaraman. Moslashtirdik 17 ga. 16 ni 17 minus 1 qildik. Endi keyingi savolimizda bunaqa chiqsak ko'p vaqt ketadi. Ikki xil usul borda bizda mana. Hozirgi usulimiz qiynaladigan bo'lsa, biz boshqacha usuldan foydalanamiz. Euler teoremasini yechiladi. Mana shu son tub son bo'lsa, mana bu darajani 16 ga bo'linadi. 17 minus 1 ga bo'linadi. Har doim. Qachon? Mana bu son tub son bu bilan o'zaro tub bo'lish kerak. 17 tub bo'lish kerak, eng muhimi. Mana 2721 da 16 ga bo'lamiz. Xo'sh. Bir qoldi. Daraja 4 bo'lchaydi, daraja o'rniga 1 qo'yamiz.
Demek qoldig'imiz 15. Tub bo'lsa, mana 17 misol uchun e, 23 bo'lsa bir ayirlar. Endi tub bo'lmaydigan holatini ham nasib qilsa ko'ramiz, shu kitobda bor. Ikkita ketma-ket kelgan 3 karrali bo'lgan sonlar. Xo'sh, m'imiz 3k desak, n'imiz 3k qo'shuv 3 bo'ladi. 3k qo'shuv 3. Misol uchun 21 bo'lsa, keyingisi 24 ta 3 ga karrali. 3 qo'shamiz. Xo'p, bularning e kubi nechi? 3 ta e kubi. Ikkalasi ham 3 ga bo'linadi. E kukchi, e kuki. Mana bu bilan buni e kuki nechi? 3 ko'paygan k plus 1 ta. Teng 471. Xo'sh, bizda k 12 bo'ladimi? 12 kere 13 156. K 12. M qo'shuv n'imiz 6k qo'shuv 3. 72 75. Qaytaraman. 3k bilan 3 ko'paygan k qo'shuv 1. Albatta bu yerda e kubki bilan e kubini topdik. E kubi 3 bo'ladi. E kubki 3k ko'paytirib k qo'shuv 1 bo'ladi. E kub e kub. Xo'sh, hosil olamiz. Hosil olsak, bu tomonda integral yo'qolib ketadi. O'ng tomondan ham hosil olamiz. Ketdi. Soddalashtirdik. 1 qo'yib yubordik. X ning o'rniga 1 qo'yamiz. D javob. Mana yuza S ekan. Bu yuza ham S ekan. Bu yuzani A deylik. Mana burchak alfa. S A B Y teng bo'ladi. Bu yer 12 ko'paytiruv, bu yer 6 sinus alfani yarim. Tushunarli? 6 kere 12 ko'paygan sinus alfani yarim. S B D S. Bu yer 9, bu yer 6 qo'shuv X. Ikkalasining yuzi teng bo'ladi. Ikkalasining yuzi ham A qo'shuv S, A qo'shuv S. Mana bu yuzi ham A qo'shuv S, bu yuzi ham A qo'shuv S. Tenglab oladigan bo'lsak, mana tenglab olaylik, nima bo'ladi? Bo'lib olsak ham yoki bo'lib olsak
Sinus alfa taqsim 2'lar ketadi. 72 teng 9 ko'paygan 6 qo'shuv x. 2 keldi javob. Boshlang'ich funksiya. Sinusdan boshlang'ich olsak, minus kosinus bo'ladi va x da oldidagi koeffitsient 2 mi? 1 taqsim 2 ko'paytiramiz. X da oldidagi koeffitsient 2 bo'lsa, 1 taqsim 2 ko'paytiramiz. Endi bunga qaranglar. X ga 0 qo'ysak, f 0imiz 1 ga teng. Ketdi. 1 teng. Kosinus 0 da 1 ga teng. B javob. Keyingi savolga qaraymiz. Mana bu yerdan x1, x2 ni chiqarib olamiz. Viet teoremasiga ko'ra ko'paytmamiz bunga teng, yig'indimiz bunga teng. 0 ga tenglasak -4 yarim. Beshta butun qiymati bor. -4 dan 0 gacha butun qiymatlar. Keyingi savol. Hosil olamiz. To'rtta f hosili. Bu yerdan hosil olsak, f hosili 2pi minus x. E'tibor beramiz. Mana qavsda ichidan hosil olganimizda minus x dan hosil olsak -1 bo'ladi. Endi x o'rniga pi qo'yamiz. Oddiy hisob-kitob.
Endi yana bir marta mana yerda xoslasak, mana xoslasak integral yo'qolib ketadi. Integral yo'qolib ketadi. Bu yoqdan hosila olamiz. F birim 10 ga teng ekan. Bir qo'yib yuborsak, m teng 1. Endi fx buni boshlang'ichi x kub 3x kvadrat mx qo'shuv n. Boshlang'ichi. Bizda f3 dan f3 ni hisoblaymiz. Bu m ga 1 qo'yib ketamiz. f0 f3 minus f0 ni so'rayapti. N'lar qisqarar ekan. Bo'ldi. 76-savol. Menelay teoremasini yechiladi. Xo'sh, mana yerda a deylik. Mana buni bunga nisbati, buni bunga nisbati. Eng muhim joyi boshlagan joyimizga qaytib kelamiz. E nuqtaga qaytib kelamiz. A taqsim A 6 taqsim 3 4 taqsim 4 qo'shuv x teng 1. Javob 4. Uchta g'oz, 4 ta o'rdak, 2 ta tovuqdan bittadan tanlab nechta guruh tuzish mumkin? Bittadan deyapti. Bittadan tanlasa ko'paytirib qo'yamiz. Bo'ldi. Har doim bittadan tanlasa oson bo'ladi. Ko'paytiramiz. Kvadratning yuzini topish kerak. Mana bu narsa uchburchakning balandligi ildiz ostida soyalar ko'paytmasiga teng. Qaytaraman. Ko'k rangda yozgan balandligimiz ildiz ostida soyalar ko'paytmasiga teng. Endi Pifagor teoremasiga ko'ra javob 70. Piramida berilyapti. Barcha yon yoqlari piramidaga yetishtirilgan konus. Piramida bo'lsa,
Xo'sh, ichki chizilgan konusi mana apofema, apofema. Qaranglar, ikkalasini ham balandligi bitta bo'ladi. H6. Endi konusda radius asosga ichitilgan aylana radiusi bo'ladi. Qaytaraman, asosiga ichitilgan radiusi. Endi asosga ichitilgan radiusi uchalasiga qaraymiz. 25, 29, 36. Uchburchakka ichitilgan radiusi. 25, 29, 36. Yuzani topamiz. Qirq besh ketdi. S teng 45, 20. 45dan 25 da ayirdik. 29 da ayiramiz. 36 ni ayiramiz. Hop. Kichkina r teng 2s taqsim perimetr. 8 chiqyapti. Konusda hajmini topamiz. Qirralari o'zaro perpendikulyar bo'lgan piramida deyapti. Bunda formula bor. A, B, S. V barobar 1 taqsim 3 S asos ko'paygan H. Qirralari o'zaro perpendikulyar bo'lsa, asosimiz to'g'ri burchak uchburchak bo'ladi. AB taqsim 2 va balandlik S ga teng bo'ladi. Piramidaning hajmi ABS taqsim 6 ga teng bo'ladi. ABS taqsim 6. Esda saqlab qolish kerak. Keyingi savol. Aytyaptiki, to'rtburchakning yuzi eng katta bo'ladigan S nuqtaning ordinatasini toping. Ketdik, qaranglar. Mana u y darajasi x. Mana u 1 taqsim x. Bir nuqtadan bag'da ekan. Xo'sh. Qaranglar. Bu nuqtani koordinatasini belgilaylik.
Bu nuqtaning koordinatasini ayu 0 deylik. Unda mana bu nuqtaning koordinatasi nima bo'ladi? Y darajasi ayu y darajasi a bo'ladi. Shunga o'zimiz belgilash kirityapmiz. Ayu 0. Mana bu nuqtaning koordinatasini bu 0 deylik. Ya, mana uniki j x ga tegishli. J ga ayu 1 taqsim a. Bunimiz bu y ni b'si. Endi mana to'rtur burchakda narsani bilinglar. Bu balandligi mana. Ikkala balandlik tengmi? Ikkala balandlik teng. Y ni b'si teng 1 taqsim a ga. Y ni b'si 1 taqsim a ga teng. Endi mana bu nimaga teng? Bu yoq a da kesmamiz. A minus b ga teng. Endi bizda qaranglar, nima kerak? Hosiladan to'rtur burchakning yuzi eng katta deyapti. S to'rtur burchakda enini bo'yiga ko'paytiramiz. AD ni ko'paytiramiz. Xo'sh, AD ni ko'paytiramiz, masalan, AB ga. AD nimaga teng? A minus B ga teng. AB nimaga teng? AB balandlik Y ni B'siga teng. Y ni B'siga teng. Tushunarlimi? Mana bu balandlik Y ni B'siga teng. Y koordinatani beradi. Endi mana bu tenglikdan ham foydalanamiz. Shunga ko'ra ketdik. S teng A nimaga teng? 1 taqsim Y ni B'siga teng. Qavs ochib olsak, endi hosil olamiz. Nol minus B'dan hosil olsak 1, Y ni B'si minus B ni o'zi. B ko'paygan Y ni B'si. Bundan hosil oldim. Teng 0. Hosil olib 0 ga tenglaymiz. Xo'sh. B teng minus 1 ekan. Mana. Misol tugadi. B teng minus 1. Bizdan nimani so'rayapti? Bu S nuqtaning ordinatasini so'rayapti. S nuqtaning ordinatasi nimaga teng? Xo'sh. Bu bizda 1 taqsim A ga teng. Y-simiz 1 taqsim A ga teng. Bu bizda Y ni B'siga teng. Y ni minus 1'i 1 taqsim Y javob. Biroz murakkabroq ekan. Misol yechimni ko'rish kerak boshqatdan, biroz vaqt ajratish kerak-da. Shuni tushunib olasizlar. Hosiladan yechdim. Bu savolni oldingi darsda ham yechgan edik. Oldingi variantda, endi tezroq yechib qo'yamiz. Hosiladan yechdik, oxiri xulosa qilganmiz. Xo'sh, radius.
Trapeziyaning yuzi eng katta bo'lish uchun muntazam uchburchak bo'lishi kerak. Eng katta yuza bo'lish uchun, eng katta yuza xoslardan birini isbotlaganmiz oldingi darsimizda. Mana yerda uchalasi ham muntazam uchburchak bo'lishi kerak, eng katta yuza bo'lsa. Muntazam uchburchak yuz nimaga teng? 3/4 a kvadrat. Va shunaqadan 3 ta. 3 ta muntazam uchburchak bo'lishi kerak. To'liq yechim bor. Kitob oldingi darsimizda yechganmiz. Hisoblaymiz. Keyingi savol. Parabolaning grafigi berilyapti, toping deyapti. Birinchi o'rinda a manfiy. Chunki parabola shoxchalari pastga qaragan. Ikkinchi o'rinda mana bu yer, mana bu yer. Mana bu yer 0 u 0 dan o'tadi. Funksiya 0 u 0 dan o'tadi. Demak, x ga 0 qo'ysak, y ham 0. Bundan ko'rinib turibdiki, s 0 ga teng. Chunki x ga 0 qo'ysak, s chiqadi-da. Uchinchisi, mana bu yer x0. x0 manfiy. x0 manfiy bo'lgandan keyin minus b taqsim 2a manfiy. Bizda a manfiy edi. A manfiy. Xo'sh. Mana u musbat b degan musbat bo'lishga majbur. Chunki oldidagi minus bilan maxrajdagi a manfiy. Ikkita minus plus bo'lib ketadi. Demak, b musbat. B musbat deyman. B ham manfiy ekan. Xo'sh. S 0 ekan. Endi javobga qarasak, s 0 ekan, a ham manfiy, b ham manfiy. O'z-o'zidan a ham b ham s dan kichik bo'lishi kerak. A ham s dan kichik, b ham s dan kichik. Faqatgina bir dona variant bor. Bir dona variant. Endi hozir b bilan a ni javoblardan foydalanib topdik. Tushunarli? A ham manfiy, b ham manfiy. Sakson beshinchi savol. Bo'sh idishda a nuqtadan bitta o'zi olsin. Demak, a nuqtadan bitta o'zi 6 soatda to'ldiradi. T a nuqtada 6 soatda to'ldiradi. B nuqtadagi 3 soatda to'ldiradi. S nuqtadagi idishning 2/3 qismini 4 soatda bo'shatadi. Qaranglar. Birinchi manet to'lguncha S allashmaydi. Birinchi o'rinda 1/6 qo'shuv 1/3 x vaqt sarflab, mana 1/6 bilan 1/3 x vaqt sarflab 1/3 qismini to'ldiradi. Mana vaqt 6 bo'lsa 1/6 nima? Bu qism. 1/3 ham qism.
Endi mana 3dan biri bu. Bu 2dan 3'ü. Hop, ishlasak. Endi monetga o'tamiz. Monet tugadi hozir. Mana shu tugadi. Belki suv to'ldirib oldik belki. Endi monetga o'tamiz. Buni qana ishlaymiz? Bunda qaranglar-da. Ikkita yo'li bor, lekin ma'nosi bitta mana. E'tiborli bo'lamiz. Xo'sh, bizni 2 taqsim 3 qism deyapti mana. Mana shu muhim aytdi, chalkashmanglar. 2 taqsim 3 qismini deyapti. 4 soatda bo'shatadi. Mana ularni ham 2 taqsim 3 ga moslash kerak. Yoki 6 ko'paygan 2 taqsim 3 mi? 4, 3 ko'paygan 2 taqsim 3 mi? 2. Endi bularni ham 2 taqsim 3 ga mosladimmi? Teskarisi vaqt bo'ladi. Bu ikkalasi to'ldiradi, bu ikkalasi to'ldiradi, bu bo'shatadi. Minus 1 taqsim 4. Ko'paygan y vaqt teng 1. Mana shu yerda hushyor bo'ladi. Nimaga teng 1 deyapmiz? Teng 1 deyapmiz. Chunki bu ham 2 taqsim 3, bu ham 2 taqsim 3, bu ham 2 taqsim 3. 2 taqsim 3 qismini 4 soatda to'ldiradi, 2 soatda to'ldiradi, 4 soatda bo'shatadi. 2 taqsim 3 ga o'tib olganimiz uchun 1 dedik bu yog'ini, 1. Hisoblaymiz. Y 2 chiqadi. Ikkalasini qo'shib qo'yamiz. Xo'p, bu funksiyamiz. Bu parabola bo'ladi. Bunisi gorizontal chiziq. Y o'qi bo'ylab aylantirdik. Y o'qida aylantirsak, bunday aylanadi. Mana shu hajm bo'lib qoladi. Y o'qi bo'lganda bizda teskari funksiya qilishimiz kerak. Y ning o'rniga x qo'yishimiz kerak. Teskari funksiya topishimiz kerak. Teskari funksiya. Xo'p, endi qaranglar, integral nima bo'ladi? Hajm pi ko'paygan 1 dan 2 gacha f minus 1 ni kvadrati bo'ladi. F minus 1 teskari funksiyaning kvadrati. Mana teskari funksiyaning kvadrati mana y kvadrat. X minus 1 ga teng. Qaytaraman, teskari funksiyaning kvadrati. Hisoblaymiz. 2 qo'yib yuborsak. 1 qo'yib yuborsak. Oddiy hisob-kitob.
Xo'sh. Y shtrixning o'rniga dy taqsim dx qo'yamiz. Y'lar bir tomonga o'tamiz. X'lar bir tomonga o'tamiz. Boshlang'ich olamiz. Hop, o'zgarmas sonni mana xohlasangiz S deb yozsak ham bo'ladi. Bunaqa savollarda ln S deb yoziladi. Logaritmdan foydalanamiz. Mana darajaga tushadi. ln y 1 ga teng bilasizlar. 1 ga ko'paytirish mumkin. Ajoyib. Keyingisi yashil rangdagi soha yuzini so'rayapti. Qaranglar. Nima qilamiz? Metni olamiz, bitta tutashtirdik. Bu radius bo'ladi. Radius 2 ga teng. Met 90. Met x deylik. X kvadrat qo'shuv 4 kvadrati 8 kvadrat. 403. Radius, katta doiraning radiusi. X qo'shuv 2 ga teng. Xo'sh, nima deyapti? Yuzani topishimiz uchun S bo'yalgan yuzga teng pi r kvadratdan 13 pi r kvadratni ayiramiz. Mana bu kichkinalari 13 ta. Katta doira yuzidan buni ayiramiz. Hisoblasak. Qavs sochib yuborsak, eliga 2 piylar qisqaradi. Matnli masala. 88-savolga ko'ramiz.
birinchi qotishmadagi metallar nisbati 2:3 nisbatda. Demak, birinchi qotishmada 2 qism qandaydir metal bor, 3 qism boshqa metal bor. Xo'p, ikkinchi qotishmada 3 qism birinchi metal bor, 4 qism boshqa metal bor. Endi metallarning nisbati 11 u 15 nisbatda bo'lgan qotishma tayyorlash uchun ikkala qotishmadan qanday ulush qo'shish kerak? Bundan x qism qo'shish kerak, bundan y qism qo'shish kerak. Xo'p, nima qilamiz? Qaraydi. Mana u 2x bilan 3x bitta metal turi, undan 11 qism kerak bizga. Birinchi idishda mana shu ko'k rangda belgilaganimiz 2/5. Undan x qism olinyapti. Ikkinchi idishda 3/7, mana shu ko'k rangdagi. Undan y qism olinyapti. Mana shu ko'k rangda olingan. Endi qora. Mana qoralarni belgiladik. Birinchi idishda qoramiz 3/5 x olinyapti. Ikkinchisida 4/7 y olinyapti va ikkalasi nisbati 11 u 15. Proporsiya qilamiz. Makka yozyapman. 30x/5 45y/7 teng 33x/5 28y/7. Ya'ni 44. 44y/7. Bir tomonga bo'lsak y/7 teng bo'ladi 3x/5. Bizda x/y so'rayapti. x/yimiz 5/21. Demak 5/21 ulushda olish kerak. Javob. Qaranglar. Savol quyidagicha y, f, g ning yuzini so'rayapti. Mana u uchovi teng ekan. Demak, s bo'ladi, s bo'ladi, s bo'ladi. Uchalasi teng bo'ladi. S bo'ladi. Tushunarli? 3s bo'ladi. Endi ikkinchi tomondan qaraydigan bo'lsak, bu o'rtasida kvadrat ekan, oson ishlaymiz. 10 bo'lsa 5 5 5 5 bu ham 10 bo'ladi. O'rtadagi 3s'imiz teng bo'lyapti. Kvadrat yuzidan ayiryapmiz. 5 kere 5/2, 5 kere 10/2, 5 kere 10/2. Kvadrat yuzdan mana uchov yuzdan ayirib olsak, 3s qoladi. 3s teng. Hisoblaymiz. Xo'sh, nima qolyapti? Xo'sh. 50 75/2. 25/2 bo'ladi. 2,5 ekan. Tushunarli. 30-savol. Berilganda savol quyidagicha: YDS ni perimetri 16. YDS ni perimetri 16. Met x deymiz, met y deymiz, met z deymiz. X, y, z ning yig'indisi 16. X, y, z ning yig'indisi bizda 16 ekan. Xo'sh, endi metda A deylik, metda B deylik. Bizga ma'lumki, ichki aylanash tizish shartidan A qo'shuv B'miz
15 qo'shuv y ga teng. Endi perimetr ABC nimaga teng bo'ladi? Perimetr ABC 15 qo'shuv A qo'shuv X B qo'shuv Z. 15 qo'shuv mana kerak bizga. Bu ikkalasini qo'shib yuboramiz ekan sistemani. X qo'shuv Y, A qo'shuv B qo'shuv Z teng 31 qo'shuv Y. Y'lar ketdi. Mana bizga A qo'shuv X, B qo'shuv Z 31. Mana shu yer 31 bo'ladi. 46 bo'ldi.